Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal Gündüzlük haberlerimizi görüşünlerini kızgın karşıladığımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulup atkan gün tertipteki haberlerini huzuruna sunuşup duruşumuz. Qaynamsızda qıtınlar ekranımız olsun. Beijing'de yenidən virus bilan yuqumlanğan 51 kishi bayqaldi. Fransiya Xalqaro radiosunun bugungi xabarida bildirilishicha, Xitoy poytaxti Beijingda 51 kishi yenidən yuqumlanğan. Xabarda 6 ayning 11 kundan 14 kunigacha bo'lgan 4 kun ichida Beijingda 51 kishining virus bilan yuqumlanganligi, Beijingdagi yangi ko'ktat va go'sht bozori taqib etilganligi, navbatda virusning Beijingga qo'shni Liaoning o'lkasiga kengayganligi, Beijingning alohida mazgilga qadam qo'yganligi bildirilgan. Beijingdagi yangi yuqum to'lqiniga qarata Xitoy Kommunist partiyasi siyosiy byurosining a'zosi, Davlat ishlari mahkamasining muavin boshlig'i Sui Chunlan 14-iyun Birlashma mudofaa va birlashma kontrol qilish yig'iniga riyosatchilik qilganda Beijingdagi yuqumning tarqalish xavfining yuqorligini ta'kidlagan. Virus yuqumining tarqalishida mas'uliyati bor bir turkum amaldorlar vazifasidan elib tashlangan. Sunkunlan yig'inda virus yuqumi yangi rayondagi yangi dehqonchilik mahsulotlari to'p setish bozori bilan intayin munosabatli ekanligini, yuqumning tarqalish xavfi intayin yuqori ekanligini, keskin tadbirlar qo'llanib yuqumning tarqalishining oldini olishni ta'kidlagan. Tangritog to'rining xabar qilishicha, Beijingda 6-oyning 13-kuni soat 24 gacha yerlikdagi aniq diagnoz qo'yilgan bemor 463, doktorxonadan chiqqanlar jami 411, doktorxonada yetayotganlar 43, qazo qilganlar jami 9 bo'lgan. Hozir ko'zatilayotgan kasallik alomati yo'q yuqumlang'uchidan biri bor ekan. 6-oyning 13-kuni soat 24 gacha dokulat qilingan chegara sirtidan kirgan aniq diagnoz qo'yilgan bemor soni 174, doktorxonadan chiqqanlar soni 173, doktorxonada yetayotganlar 1 bo'lgan. Shanxay shaharlik Sahiya sog'lomlik komiteti bugun atigan uqtirish chiqarib, navbatda chegara sirtidan kirgan aniq diagnoz qo'yilgan bu bemor belgilangan davolash apparatiga yo'tkilib davolanayotganligini, u chiqqan navbatchi aeroplandagi yaqindan uchrashganlarning hammasi markazlik ayirib ko'zishni qabul qilganligini oshkorlagan. Chongqing shahar doiralari chegara sirtidan kirgan virus bilan yuqumlandi deb aniq diagnoz qo'yilgan sudanlik bemordan biri kasallik alomati yo'q yuqumlanuvchidan ikkisining yangidan ko'payganligini dokulat qilgan. Yana bir tarafdan Tangritog to'rining 14-iyundagi xabarda bildirilishicha, Sharq Turkistondagi atalmish Xinjiang ishlab chiqarish qurilish diviziyasi dokulatida kasallik alomati yo'q yuqumlanuvchidan 9 bayqalgan. Xabarda shu kuni kasallik alomati yo'q yuqumlanuvchidan 9 bayqalganligi, aniq diagnoz qo'yilgan bemorga o'zgargani 2 kishi ekanligi, tibbiy kuzatish bekor qilinganlar 2, chegara sirtidan kirgani 1 bo'lganligi bildirilgan. Vyetnamning baliqchilik kemasini Xitoy dengiz saqchi paraxoti so'qivatdi. Vyetnam hukumati Xitoy paraxotining yana bir Vyetnamlik baliqchilik kemasini so'qivatganligini va tutilgan baliq va baliqchilik kemasidagi bir qism aloqa uskunlarini musodara qilganligini dalillagan. Vyetnam Tashqi ishlar ministrligi bayonot e'lon qilib, Xitoyning 2 paraxoti chorshanba kuni 2020-yil 6-oyning 10-kuni Xitoy Shisha orolining dengiz tabarligida Vyetnamning baliqchilik kemasini qo'g'lagan. Xitoyning 4006 nomerlik dengiz okean saqchi paraxoti baliqchilik kemasini so'qivatganligini, 16 baliqchining kemini tashlab jinini qutuldirganligini bildirgan. Baliqchilik kemasining kapitanining aytishicha, Xitoy xodimlari uni chet el tilida o'zi tushunmaydigan hujjatga imzo qo'yishga majburlagan va kemidagi bir qism aslahalarni musodara qilib elib ketgan. Xitoy taratqullari bu voqea haqida xabar qilib, Vyetnamlik baliqchi kemasiga tuyuqsiz suv kirib ketish voqeasi yuz berganligini, Xitoy xodimlar bir qism baliqchilarni qutuldirib, kemini remont qilishga yordam berganligini bildirib, ta'tir tashviqot qilgan. İbrahim Halil Oral Türkiye Büyük Millet Meclisi'de Uygurlar için kanun çıkarılsın dedi. Türkiye'deki muhalefetçi partiyalardan biri bo'lgan İyi Partiya Ankara milletvekili İbrahim Halil Oral efendi 12-iyun Türkiye Büyük Millet Meclisi'de qilgan so'zida Amerikada chiqarilgan Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonun loyihasining o'qishini darhol Türkiye Büyük Millet Meclisi'de chiqarish kerakligini bildirdi. U so'zida o'tgan kunlarda Amerika Qo'shma Shtatlarida Avam palata va Kengash palata a'zolarining birda qo'llashi bilan Sharq Turkistondagi musulmon Uyg'ur turklar yashayotgan zulmni o'ttirg'a qo'ygan
va u yerdagi kishilik huquq dafsandichiligiga ishorat qilgan va bu sabab bilan Xitoyga qarshi jazo tadbirlarini o'z ichiga olgan qonun loyihasi ma'qullandi. Men Turkiya Buyuk Millat Majlisining bir a'zosi va buyuk turk millatining bir nafari bo'lish sifatim bilan bu ahvoldan nomus qildim. Dini, tili, tarixi biz bilan o'xshash bo'lgan Uyg'urlar uchun bundoq bir qarorlarni va qonunni chiqarishi kerak bo'lgan bizlar turuqliq siyosiy bo'lsa-mu Amerika chiqardi. Bu ahvolni tafsiliy shaklda kun tartibga elib kelaman. Lekin bu yerda shu chaqiriqda bo'lmoqchiman. Kelinglar butun partiya guruhlari birlikda o'rtaq bir aql bilan bu masalani kun tartibga olaylik va Xitoyni ayblaydigan va inson haqlari masalasida Xitoyga ifodamizni bildiradigan shundaqli jazo tadbirlarini o'z ichiga olgan bir qaror olaylik. 21-asrda yig'ib olish lageri qurib, jinimiz bo'lgan Uyg'ur turklarga zulm qilayotgan bu rejimga to'xta deyli deganlarni bildirdi. Shundaqla 13-iyun kuni yana İYİ Partiya Aqsaray millat vakili Ayxan Aral apandi Türkiye Büyük Millet Meclisi qilgan so'zida Xitoyning vatanimiz Sharq Turkistonda elib berayotgan bo'libmi jazo lagerlari ichidagi vahshiyliklar, sirti qolgan ayol bolalarga kelgan fojialar qatorliqlarni tilga oldi va buning dunyoda o'xshashi bo'lmagan assimilyatsiya va irqiy qirg'inchilik siyosiy ekanligini bildirdi. Va Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Dulqin Aysoning nima uchun Turkiyaga kirgizilmaydiganligini so'radi. Bir Xitoy harbiy ofitseri viza aldamchiligi bilan Amerikada qo'lga olindi. Navbatda Amerikada qo'lga olingan mazkur Xitoyning jinoyati dalillansa 10 yillik kesilishi mumkin ekan. Bu vaqtdagi xabarlarga qaraganda Wang Shin ismli mazkur Xitoy xodim Xitoy armiyasining mayor darajalik ofitseri bo'lib, u San Fransisko shahridagi Kaliforniya universitetiga tadqiqotchi sifatida kelgan. FBI bu vaqtda turg'izgan jinoiy shikoyatda uning ta hozirgacha Xitoy armiyasidan maosh elib kelganligi bildirilgan. U 2018-yili Amerika vizasini iltimos qilish jadvaliga o'zining Xitoy armiyasi bilan bo'lgan munosabatini qasddan yoshirgan va jadvalga 2002-yildan 2016-yilgacha Xitoy armiyasining sahiya sohasida dotsent bo'lib ishlaganligini yozgan ekan. U Amerikadan qaytishida yendan tepilgan ba'zi tadqiqot uchurlari Amerika Sahiyya Ministerligi mablag' solgan tadqiqot turlariga oid materiallar ekan. Wang Shin Los Angeles xalqaro aerodromidan Tianjinga qarab yo'lga chiqish oldida qo'lga olingan. U Amerika chegara qo'g'dash xodimlariga o'zining Xitoy harbiy universiteti tajribaxonasining direktorining yo'l yo'riqiga asosan shunday qilganligini, Amerikadagi tajribaxonaning loyihasiga oid uchurlarni Xitoy doiralarining elib kelishga buyurganligini iqror qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika chegara qo'g'dash doiralari Wangning ilgari tajribaxona uchurlari va tadqiqot materiallarini Xitoydagi xizmatdoshlariga el-xat orqali yo'llaganligi va bir qism materiallarni elib Xitoyga qaytishga tamshilayotganligiga oid yip uchi topshirib olgan ekan. Halbuki FBI'ning Wang ustidan sungan shikoyatnomada uningga faqat viza aldamchiligi jinoyati ortilgan bo'lsa-mu, uning sanoat josusligi bilan shug'ullanganligi tilga ilinmagan. Xitoyning Amerikaga qartilgan savdo maxfiyatligi josusligi yillardan beri bargancha ro'shan oshkorlanishga boshlagan. Bu yil 29-may Amerikada Prezident Donald Trump Amerikaga keladigan Xitoy o'quvchilar va ziyoratchi olimlarning Amerika bexatarligiga ziyon soldiganligi gumon qilinsa, ularning birdak cheklanganligini e'lon qilgan edi. Amerika bilan Xitoy o'rtasida o'zak urushi jiddiy kuchaymoqda. Yerim o'tkazgich uskunlari yer shari savdosining yangi nefti deb qaralayotgan bir paytda bu masala Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi savdo to'qinishining markazida yer olmoqda. Amerika prezidenti Donald Trump o'z davlatining Xitoyga qarshi o'zak texnikasidagi kuchlik o'rnini ishlatmoqda bo'lib, Trump Xitoyning bu strategik muhim sohada Amerikaga beqindiganligini nihoyatda obdan biladi. O'zak texnikasidagi o'rnini texmo kuchaytirishga tirishayotgan Amerika o'zak sanoatini 22 milliard 800 million dollar bilan ta'minlashga tayyorlik qilmoqda. Amerikada ikki partiya a'zolari qo'shilgan yordam to'g'risidagi qonun loyihasi 11-iyun qurultayga sunildi. O'zak zavodi qurishga ketadigan xarajat 10 milliard dollardan oshadi. Texnika sohasida Xitoy bilan strategik kurash bo'layotgan bir paytda bu qonun loyihasi Amerikadagi o'zak zavodini ko'paytirishni maqsad qilmoqda. O'zak zavodi qurish tannarxi 10 milliard dollardan eshib ketgan bo'lsa-mu, tannarxining ko'pinchisi qimmat va yuqori texnikalik ishlab chiqarish uskunlari. Amerika parlamentiga sunilgan qonun taklifi 10 milliard dollarlik federatsiya mablag'i va 12 milliard dollarlik tadqiqot va taraqqiyot mablag'ini o'z ichiga oladi. Tapavat bejining 40% yerim o'tkazgich uskunasi ishlab chiqaradigan zavodlarga to'liqlama beriladi.
navbatda o'zak xalqaro raqobatning elementiga aylandi. Bugungi kunda dunyodagi yuqori texnikalik mahsulotlar bu kichik zapchastlar bo'lmasa ishlamaydi. Bu sababdan saqliqni saqlash uchun taqig'ili bo'ladigan elektronlik mahsulotlardan tortib, Avasiya shirkati oila mahsulotlari va mashinadagi elektronlik sistemalargacha bo'lgan barliq texnik sohasida intayin muhim bo'lgan o'zaklar davlatlar o'rtasidagi raqobat omillarining biriga aylandi. Amerika bilan Xitoyning munosabati Xitoy virusi maydonga kelgandan keyin tarixda ko'rilmagan darajada yiriklashishi bilan birga navbatda Trump barliq tirishchiliklarni ko'rsatib, Xitoy shirkatlarining yuqori texnikalik o'zaklarga erishishini to'smoqda. Bu arqa ko'rinishda Trumpning eng oxirgi harakati Xitoydagi eng chong texnika shirkatlarining biri bo'lgan Huawei'ning Amerika shirkatlarining texnikasini ishlatishni cheklash Trumpning bu qarorlarni chiqarishidagi asosli sabab davlat bexatarlik xavfi deb o'ttirg'a qo'yilmoqda. Xitoyning o'zaksiz texnikani davomli eksport qilishining qiyinligini bilgan Amerika prezidenti Trump bu jihatda Xitoyga davomli besim ishlatib kelmoqda. Gerçi Xitoy dunyodagi eng chong yerim o'tkazgich bozorini saqlab qolgan bo'lsa-mu, ammo bu davlatdagi yerim o'tkazgich zavodlari yer shari kirimining 5 dan 1 ga yetmaydi. Xitoy ehtiyojni qondirish uchun zapchastlarni keng ko'lamda import qilishi kerak. Agar chet eldan o'zak setib olmasa, Xitoydagi zavodlarning ishlab chiqarish liniyasining quruq qoldiganligi o'tirg'a qo'yilmoqda. Bu davlatda ishlab chiqarilgan o'zaklar ko'pincha chet elliklarning igdorchiligidagi zavodlardan keladi. Xitoy o'zak shirkatlari yer sharidagi o'zak kirimining oran 4% ni topalaydi. Tayvan shirkatlari bu kirimning 5%ni, Koreya shirkatlari 24% ni tashkil qiladi. Amerika ishlab chiqaruvchilari bo'lsa dunyo bozorining yerimini egallaydi. Navbatda Xitoy bu qiyin o'tkaldan o'tish uchun o'zak kasbini kuchaytirishga jiddiy mablag' solmoqda bo'lib, Beijing doiralari shirkatlarga 50 milliard yevro yordam bermoqda. Amerika siyosiy yo'llari dunyoning har qaysi joylaridagi o'zak ishlab chiqaruvchilarining Xitoy texnika magnati Huawei va uning tarmoq shirkatlarini o'zak bilan ta'minlashini qiyinlashtirmoqda. Ko'pincha mutaxassislar Xitoyning yaqin kelgusida o'zak sanoatida Amerika shirkatlariga yetishib olishining qiyinligini o'tirg'a qo'ymoqda. Türkiye armiyasi Pençe Bürküt harbiy harakati boshladi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Müdafiə Ministerliği Türkiye armiyasının chegara sirtidagi terrorchilarga zarb berish maqsadida boshlatgan Pençe Bürküt harbiy harakatida 81 nishon yo'qitilganligini bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Müdafiə Ministerliğining aeroplanlarimiz terrorchilarning uvularini boshlariga yiqmoqda degan iboralarga o'rin berilgan bu vaqtdagi bayonotda Iroqning shimolida terrorchilar tarafidan baza qilib ishlatilayotgan Sinjar, Karajak, Qandil, Zab, Avashin, Basyan va Xakurqqa havodan zarb berib 81 nishonning vayron bo'lganligi e'lon qilindi va Turkiyaning xalqaro qonunda ko'rsatilgan yo'lliq qo'g'dinish huquqidan foydalanayotganligiga ishorat qilindi. Navbatda elib berilayotgan harakat Turkiya Cumhuriyet tarixidagi eng keng ko'lamli elib berilgan harbiy harakat bo'lib, bayonotda terrorlik tashkilotining yo'qotilish harakatida eng ko'p yerlik va milliy o'q-dori ishlatilganligi va terrorlik tashkilotining mavjudligiga ig'ir zarb berilganligi bildirildi. Shundaqla harakatni planlash va ijro qilishda fuqarolar va muhitning bexatarligini qo'g'dashda intayin sezgurlik bilan harakat qilinganligi bildirilib, Turkiya qurolli qismlarining toki terrorlikni bitkit qilg'ucha davlat va millatning mavjudligi va bexatarligi uchun terrorlikqa qarshi davomli kurash qilganligi ta'kidlandi. Davlat Müdafiə Ministri Hulusi Akar va Turk qurolli qismlari qo'mondonlari Iroqning shimolidagi terrorchilarga mansub bo'lgan nishonlarga qarshi elib berilgan harakatga Türkiye Hava Armiyasi qo'mondonlik markazida turib qo'mondonlik qildi. Turkiyadagi Xitoy virusining eng yangi ahvoli. Türkiye Cumhuriyeti Səhiyyə Ministri Fahrettin Koca 14-iyun bir kun ichida Xitoy virusi bilan 15 kishining qazo qilganligini e'lon qildi. Fahrettin Koca kech soat 7 da Turkiyadagi Xitoy virusi yuqumining eng yangi ahvolini e'lon qilib, virus bilan yuqumlandi deb gumon qilingan 45176 kishining tekshirilganligini, bir kun ichida yangidan 1562 yuqumlanuvchining ko'payganligini. Buning bilan Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning soni 178239 ga yetganligini, bir kun ichida 15 kishi qazo qilib, jami qazo qilganlarning 4807 ga yetganligini bildirdi. Səhiyyə Ministri yana davolanayotgan bemorlar ichida oxirgi 24 soatda 1330 nafarning salomatligining asliga kelganligini, 717 bemorning kasalning ig'ir ekanligini, salomatligi asliga kelgan bemorlarning soni yuqumlangan bemorlar sonidan oz bo'lib qolganligini, kesili ig'ir bemorlar sonining o'rliganligini, tadbirni yaxshi qilish kerakligini,
Xitoy virusining tarqalishiga sal qarashga bo'lmaydiganligini, ijtimoiy munosabatlarda o'zaro orliq saqlash, maska taqash, pokizlik qatorliq zarur tadbirlarga sal qaramay amal qilish kerakligini bildirdi. Hürmetli televizor görüşler, şuna qilib bugungi xabarlarimiz müşahada oxirlashdi. İnşallah atiki xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Shundaqla program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.